Sedanachi milliy brendining tabiiy mahsuloti Prostamix 13 giyohdan tayyorlangan va u immunitetni mustahkamlaydi, ikkilamchi bepushtlikda yordam beradi. Prostata bezini sog'lomlashtiradi, shuningdek, peshob ushlab tura olmaslik kabi erkaklarda ko'p uchraydigan muammolarni bartaraf etadi. Turfa olamsizga faqat sinalganini tavsiya qiladi. Hoziroq buyurtma berish uchun 55 kodi bilan 513 99 99 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Hafta ko'zgusi agentligining axborotiga ko'ra 12 noyabr kuni Ukrainaning frontdagi yo'qotishlari Kiyevdagi bosh shtabga yirik zarba bo'ldi. Negaki Xarkovdagi 159-brigada yoppasiga Rossiyaning Xarkovda harakat qilayotgan shimol bo'linmasiga taslim bo'ldi. Hafta ko'zgusining aniqlik kiritishicha, Ukraina qurolli kuchlari tarkibidagi 159-brigada Baxmutdagi qirg'indan keyin omon qolgan sanoqli askar sababli tarqatib yuborilgan edi. Ammo Kiyevdagi bosh shtab yaqinda bu brigadani frontdan qochib, keyin qo'lga tushganlar, shuningdek, qamoqxonalardan urush uchun ozod qilinganlar hisobiga qayta shakllantirishga qaror qilgan. Tabiiyki, hafta ko'zgusiga ko'ra bu brigadani jang qilish, ayniqsa frontni oldingi chizig'ida jang qilish ishtiyoqi yo'q edi va Kiyevdagi bosh shtabni kechirilmas xatosi 12 noyabr kuni o'z so'zini aytdi. Ukrainaning yana bir agentligi Deep State'ga ko'ra 159-brigadani taslim bo'lish ehtimoli haqidagi xabar aslida 6 noyabr kuni tarqalgan edi. O'sha paytda qo'shin hali to'liq asirlikka rozi bo'lgan emas va Xarkovni Xatnansk tumaniga yashiringan holda jon saqlab kelgan. 12 noyabr kuniga kelib esa ular Xarkov yo'nalishida faol bo'lgan Rossiya qurolli kuchlari tarkibidagi shimol bo'linmasiga yoppasiga oq bayroq ko'targan holda taslim bo'lgan. RIA agentligining Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, Ukrainaning 13 noyabrgacha bo'lgan 24 soat ichidagi barcha frontlardagi yo'qotishlari 1150 nafar askar, 133 ta dron, 20 ta tank, 1 dona zenit va 13 ta artilleriya tizimi, shuningdek 82 ta harbiy zirhli mashinani tashkil qilgan. Bundan tashqari Rossiya armiyasining sharq bo'linmasi 13 noyabrga o'tar kechasi Donetsk Xalq Respublikasi hududidagi Suxoy Yar qishlog'i nazoratini ham to'liq o'z qo'liga olgan. Endi Ukrainaning Poltava viloyatida yuzaga kelgan elektr energiyasi muammosiga oid axborotga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Union agentligining xabar berishicha 8 noyabr kunidan to 12 noyabrgacha Poltava viloyatidagi aholiga elektr energiyasi 24 soat ichida bor yo'g'i 6 soatgina yetkazib berilmoqda. Bunga esa Rossiyaning Poltavadagi elektr stansiyalariga Kinjal gipertovushli raketalari orqali bergan zarbalari sabab bo'ldi. Poltava Oblenergo kompaniyasi matbuot xizmatining Unionga ma'lum qilishicha, bu safargi muammoni bartaraf qilishning imkoni yo'q. Negaki Kiyev elektr stansiyalarini qayta ta'mirlash uchun ortiqcha pul ajratmaydi. Boisi Ukrenergo va Center Energo kompaniyalari ham xuddi Poltava kabi yirik muammo bilan yuzma-yuz keldi. Bundan xulosa shuki, agar Ukrainaga chetdan yordam yetib kelmasa, Kiyev qish faslida ilgari taxmin qilinganday o'z aholisini hayot uchun yaroqli hududlarga yoppasiga evakuatsiya qilishga majbur bo'ladi. Eshitmaganlar uchun eslatma, 12 noyabr kuni Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Marko Rubio o'z bayonotida Washingtonni Kiyevga elektr energiyasi bo'yicha qo'shimcha yordam rejasi ustida ish boshlaganini bildirgan. Marko Rubioga ko'ra, Oq uy Bryussel bilan hamkorlikda Ukrainani qishdan eson-omon chiqib olishi uchun Kiyevga qo'shimcha yordam dasturi ishlab chiqmoqda va bu dastur tayyor bo'lishi bilan Ukraina elektr energiyasi infratuzilmasini qayta tiklashga kirishiladi. Ungacha esa butun Ukraina grafikli energiya tizimida hayot kechirishga majbur. Eslatib o'tamiz, Ukraina energetika vaziri Svetlana Grinchuk 12 noyabr kuni egallab turgan lavozimidan o'z xohishi bilan ketdi. Bu harakatga esa Zelenskiyning yaqin hamtovoqlaridan bo'lgan Temur Mindich va oldingi energetika vaziri Galushenkani poraxo'rlik bilan bog'liq shov-shuvli qochishi sabab bo'ldi.
Endi Ukrainaga javoban Rossiya qurolli kuchlari tarkibida tashkil qilingan yangi bo'linma haqida qisqacha so'z yuritamiz. Diqqat bilan eshiting. TASS agentligining xabar berishicha, Rossiya qurolli kuchlari polkovnik Sergey Ishtuganov qo'mondonligida uchuvchisiz tizimlar bo'linmasini shakllantirdi va bu bo'linma endi Ukrainaga hujum qiluvchi, shuningdek, Ukrainani zarbalariga javob beruvchi dronlar parvoziga mas'ul bo'ladi. Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousovga ko'ra, bu turdagi bo'linmani tashkil qilish fikri aslida o'tgan yilning dekabr oyida Putin tomonidan taklif etilgan edi va Rossiya mudofaa vazirligi uni salkam 1 yil davomida o'rganib chiqib, shakllantirishga qaror qildi. Andrey Belousovga ko'ra, uchuvchisiz tizimlar bo'linmasini tuzilishi frontdagi natijalarga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.